O'zimizni milliylikdan qo'ymasin. Milliy taomimiz bo'lgan o'sha mashhur bozor xonimi retsepti. Bismillah deb iligan suvga tuz, un solib qattiqqina xamir qorib olamiz. Xamirimiz tinguncha kartoshka, piyozlarni mayda qilib to'g'rab olamiz. Tuz, kashnich urug'i hamda o'simlik yog'i solib aralashtirib olamiz. Xamirimizni yupqa qilib yoyib olamiz. Qota to'rtburchak shaklda kesib olamiz. Nachinkamizdan solib mantaga o'xshab tugib olamiz. Xonimni ham yog'lab qasqonga terib olamiz. 40 daqiqa davomida pishirishga yuboramiz. Xonimimiz pishguncha tavaga yog' solamiz, piyozni qovurib, pomidor solamiz, tomat solamiz hamda suv solamiz. Tuz va novat bo'laklaridan solib qaynatamiz. Pishgan xonimlarimizni tarelkaga terib, ustidan tomatini solib, dasturxonga tortamiz. Xonim pishirgan qasqonim gazdan yomon bo'lib ketdi. Yaxshiyam menda kislorodni oqartiruvchi vositam bor edi. Air Clean oqartiruvchi vositamdan 2 qoshiq solib, ustidan qaynoq suv solib, qasqonni solib 10-20 daqiqaga o'tib qo'ydim. Yaxshilab ishqalab chayib tashladim. Kislorodni bo'lgani uchun umuman qo'lga zarari yo'q ekan. Natijasi kutganimdan ham a'lo darajada. Sizlarga ham tavsiya qilaman.